Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yil yanvar oyidan boshlab pensiyalar oshiriladi. Bu faqat pensionerlar uchun muhim yangilik. Kimlar oladi, qancha miqdorda oshiriladi? Ushbu video sizga barcha tafsilotlarni sodda va aniq tushuntiradi. Pensiya oshishi bilan bog'liq savollarni endi bitta joyda bilib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng muhim xulosa oxirida. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shunda siz eng so'nggi pensiya va ijtimoiy yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Diqqat qiling, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat byudjetiga doir qonun loyihasini e'lon qildi. Hujjatda qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelasi yili davlat xodimlari ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga byudjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunga ayrim xizmat turlari narxi ko'tarilishi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi xarajatlari ham kiradi. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlari ish haqqi 1% oshirilsa, byudjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirdi. Pensiya 1% ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Byudjetdan xarajatlarning katta qismini ish haqqiga to'lovlar tashkil etadi. Masalan, 2026-yilda ish haqqi va ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlat 172,8 trillion so'm ajratilishi kutilmoqda. Bu 2025-yilga tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'p. Kelasi yilda oyliklarga to'lovlar davlat byudjeti xarajatlarining 42,9%ni tashkil etishi kutilyapti. Mazkur chiqimlar yalpi ichki mahsulotga nisbatan 8,7%ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga 2026-yilda stipendiyalarga 2,2 trillion so'm to'lanadi. Pensiya to'lovlariga 86,1 trillion so'm, nafaqalarga 14 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratilishi kutilmoqda. Bundan oldin e'lon qilingan fiskal strategiyada O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlari ish haqqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida 6-7% ga oshirilishi belgilangan edi. Shu bilan birga kelasi yilda davlat idoralari byudjetdan qancha pul olishi ma'lum qilingan, deyilgan xabarda.